Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi kontent orqali biz sizga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish bo'yicha ariza yuborish qanday amalga oshirilishini ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va muhim jihatlarni kuzatib boring. Yo'riqnomani boshlashdan oldin siz azizlardan kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni hamda kanalimizda joylashtirilgan boshqa davlat xizmatlarining turli yo'nalishlardagi kontentlari bilan tanishishni so'raymiz. Bu shubhasiz sizning foydangizga bo'ladi. Shuningdek, mehnatimizni qadrlasangiz, asosiysi keyingi kontentlarni tayyorlashimizga madad berishni hisobga olib, videoga like bosib qo'llab-quvvatlang. Bundan tashqari do'stlaringiz, yaqinlaringizga albatta ulashing. Kontentni odatdagidek, demak, Shmaygo uzilib kirishdan boshlaymiz. Buning uchun doimiy takrorlaymiz. Endi sababi yangi kanalimiz kuzatuvchilaridan tashqari yangi kuzatuvchilar bo'lgan taqdirda tushunmovchilik bo'lmasligi maqsadida agar Mygo'z kirganda ro'yxatdan o'tish jarayonini ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, umuman kanalimizda aynan shu bo'yicha yo'riqnoma mavjud. Shuni ko'rib, so'ngra demak jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Qo'yish demak, xizmatlar yo'nalishi orqali ijtimoiy himoya sohasi bo'yicha o'tamiz va bu yerda aynan o'sha xizmatni qidirib topamiz. Demak, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat bepul amalga oshiriladi va biror bir turdagi hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilib jarayonni davom etamiz. Bu yerda bizga birinchi qadamda demak oferta talablari bilan tanishganligimizni, demak, keyingi tugmasini bosish orqali tanishganligimizni ma'lum qilamiz. Keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda demak doimiy yashaydigan hududingiz, aynan viloyatni tanlashingiz kerak. Tumanni birgalikda shunday tanlanadi. Keyin murojaatning qisqacha mazmuni. Bu mazmuni aynan tazyiq va zo'ravonlikda jabrlangan holatlaringizni qisqacha yozib qoldirishingiz zarur bo'ladi. Shundan so'ng yuborish tugmasini bosasiz. Va yuborish tugmasini bosganingizdan so'ng avtomatik tarzda demak sizga aynan o'sha xotin-qizlarga himoya orderini berish sertifikati yoki tegishli namunasi avtomatik tarzda ko'rinadi va shuni yuklab olib bu sertifikat yoki o'sha guvohnoma bo'ladi yoki qayta turdagi tegishli turdagi ko'rinishdagi hujjat bilan foydalanib o'zingiz tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan holatingizda sizga asq o'tadi va deylik o'sha har qanday turdagi tazyiqdan himoyalanishingizga mustahkam poydevor bo'ladi. Kontentimiz yoqqan bo'lsa, demak, takrorlaymiz. Like bosib qo'llab-quvvatlang va keyingi kontentlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.